biologik faol qo'shimchani ichish kerak emas, ichish shart. Chunki bizni yeyotgan oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibida, meva sabzavotlarning tarkibida vitamin, minerallar, kalsiy, magniy, sink, xullas nimaki bo'lmasa organizmga kerakli bo'lgan hammasi defitsit bo'lib boryapti yildan yilga. Nimaga kamchilik, nimaga defitsitsiz? Yerni o'zida shu vitamin, minerallarni o'zi yetishmayapti. Yildan yilga bu narsa bizda borgan sari muammoga aylanib boryapti. Endi agar dunyo mamlakatlarini solishtiradigan bo'lsak, Yaponiyada deyarli 95, balki 98% aholi biologik faol qo'shimchalarni qo'shimcha ravishda iste'mol qilishadi, vitamin, minerallarni. Hozir mana bolangizni pediatrga olib borsangiz nima yozyapti? Yod yozyapti, kalsiy yozyapti, omega 3 yozyapti, vitamin D3 nimaga? Chunki yo'q, zaxirani o'zida yo'q. Oziq-ovqatdan, meva sabzavotdan ola olmayapti. Shuning uchun shart hozirgi kunda har bitta odam menga sog'liq kerak, kasal bo'lish xohlamayman, uzoqroq bir sog'lom umr ko'raman degan odam ichishini shart deb bilaman. Endi har xil kompaniyalar bor O'zbekistonning o'zida ham yoki chetdan kirib kelgan. Sifatlisini tanlab ichib yursangiz bo'ladi.